Max Tuningdagi navbatdagi Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'lgan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qilingan navrotlar narxlariga ham to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bu avtomobilimizga qilingan ishlari mana salon qismini ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Birinchi navbatda multirol, Malibu bar, sedanlarimizga chexol, premium klassda polik, video registrator, eshik обшивкали koja и matiya akopentga qilingan. Endi birma-bir detalni obzor qilib narxlariga ham to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda shu eshigidan boshlaymiz. Materialli chastini polni kojini qilib qo'yganmiz. 4 teshiknikini. Teparari perforatsiya, bu yoq обычный koja bo'lgan. Bu $50 chiqadi 4 teshiginiki. Komplekt bo'ladi. Orqa eshiklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa eshik obshivkalari ham oldi bilan bir xil holatda dizaynda tikilgan bo'ladi. Undan keyin ko'rib guvoh bo'lsizlar, polni salon matiya akopent qilingan. Ruchkani atroflari, kolonka setkasi, stiklopodъемник ramkalari. Xo'p. Oldi eshiklarimizni ham xuddi shunaqa matiya akopentlar qilingan. Undan keyin akopentlarimizda deflektorlari bo'ladi, tablo ramkalari, multiruldagi detallari, Malibu 2 bar ustki qismi, baytafon ramkasi, o'rta deflektorlari, pastki pechkan atrofi ham bo'lgan. Undan keyin bu yoqdagi deflektorlarni ham qilib qo'yganmiz. Malibu 2 barlarni ham qo'shimcha o'rnatma. Usti bir xil bo'lgan. Ruldagi detallari mana knopkalar o'rnatilgan. Bularni ham komplekt akoprint qilib berganmiz. Polni salon matiya akoprintni $100 ga qilib berganmiz. Garantiyali bo'ladi, xudo xolos. Undan keyin salon podsvetka, oyna knopkalar yonadigan qilib berganmiz. 4 teshiniki komplekt bo'ladi, $15 chiqadi. Multirol qilib berganmiz. Cruise control aktiv bo'lgan, bitta knopkasiga signal ulaganmiz. Airbaglar ishlaydi, multimediyasi ishlaydi. Bu yaxshi original knopkalardan hisoblanadi. Ustanovkasi bilan $60 qilib berganmiz. Podsvetkalari ham berizoviy. Hop, akoprint etdik, kojani etdik, podsvetkani etdik. Hop, multirolni etdik. Endi Malibu 2 barimiz. Original ovoz surishni bilan o'rnatilgan. Besprovodniy zaryadkasi bor. Kronshtayn bilan o'rnatiladi. Parrandali, begushi, hammasi platali. И podsvetkasi ham berizoviy qilib berganmiz. Salonga mos berizoviy bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar. Общий bo'lgan hammasi. Bitta knopkaga bagaj ochishi ulab ishlatib berganmiz. Xolasa USB oldichasida. Barlarimiz ustanovkasi bilan $220 garantiyali bo'ladi. Kronshtayn, original ruchnoy, полный akoprint, rычаг, podsvetka hammasi ichida $220 garantiya beriladi qilingan ishga. Undan keyin premium klassdagi video registrator MRS 3.7 o'rnatilgan. Bu mana 4K da zapis qiladi. Uniy rejim, slepoy zonalari bor. Eng yaxshi brendlardan bugungi kunda MRS 3.7. Oldi orqa kamera. 3 ta kamerali salon zapis qiladigan ham bor. Buni GPS ham bo'ladi mana. GPS nima uchun kerak? Tezlikni aniqlab beradi. Video qaysi joyda olinganini ham saqlanib ko'rsatib beradi telefonda приложение ulaganingizda. Xo'p, bu ham bo'lgan. Undan keyin Evopolik. Buni narxi $65 ustanovkasi bilan Evacor polikimiz $30. Sedanlarimizga Magnato'dan Rich Ultra chexollari taqib qo'yilgan. Tepalari zamish, bu yoqlari material, salonga mos seriya qora aralash. Juda ham chiroyli. Bu chexollarimiz $160. Taqib berish xizmati bilan birgalikda. Umumiy hisobda $700 nari berib rasxod qilganlar. Qilingan ishlar bor ekan, qaranglar. O'zini shtatniy pultiga avtozapusk, oyna ko'taradigan qilib berilgan. O'zini bitta yopsang oynalarni ko'taradi, izoat qiladigan qilsa ham bo'ladi. Uni ham qilib berganmiz. И tabloga temperaturani chiqarib berganmiz. Bu motor suvini temperaturasi. Motor sovutib turadigan suyuqlikning temperaturasi. Undan keyingisi bu yoqda maytfonda o'zini narujniy ko'chani temperaturasi 33 gradus. Xullas, mana shu hammasi $700 nari berib bo'ladi. Orqada gulishtir nasatga Malibu signal yo'lmaydi chular ham bor. Xizmatlar qiziq bo'lsa, Max Tuning murojaat qilasiz, inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlar jo'natib qo'yasiz.